Hammaga xayrli kun. Hozir haftalik analizni boshlaymiz. Fund dollardan, daily time'dan boshlayman. Mana shu holatida bozorda ham sellga zonada turibdi, sellni zonasida, ham buyga impuls beradigan joyda turibdi. Mana bu joyda ham buy zona bor, bu sell zona bo'lib qolgan. Endi 1 soatlikka o'tib qaraydigan bo'lsak, 1 soatlikda sell zonani bir marta zo'r ishlatgan ekan. Bir marta ishlatgan endi buy zona shakllantirib qo'ygan. Buy zonaga hali 50% ga kelmagan, hali kirmagan ekan. 50% dan buyga entry qilamiz. Ungachon sell bozorda sellga harakat bo'lib turibdi. Buy uchun qanaqa entrylar bor? Mana bu joyda engulfing shakllantirgan ekan. Engulfing shakllantirgan buy uchun. Xo'p. 1 soatlik time'da mana shu holatida va hozir bizda trend shakllantirib tushib kelyapti zonaga. Trend yasab tushib kelsa, o'sha zona ishlab berish ehtimoli juda ham yuqori. Xo'p, mana shu holatida bizga yuqorida yana bitta sell uchun zona bergan. Xo'p, agar birinchi bo'lib sell zonamizga kelsa, shundan pasti daily FVGni buy FVGgacha kelishini ushlab turamiz sellni. Xo'p, trend ham shakllantirgan ekan. Menimcha birinchi bo'lib mana shu zonaga kelishi kerak. Xo'p, kelganida mana shu zonadan buyga entry qilamiz va mana bu joyda stop loss qo'yamiz. Sal minimumdan pastroqda stop loss qo'yamiz. Take profitimiz mana bu maksimum bo'ladi. Birinchi bo'lib mana bu order, ya'ni zonamizda bo'ladi. Ikkinchisi mana bu maksimumda bo'ladi. Keyingi take profitlarni dailyga qarab ham belgilasak bo'ladi, 1 soatlikdan ham belgilasak bo'ladi. Dailydan o'zidan oldingi maksimumda qaytaruvchi zonalarga qo'yiladi. Значит, mana bu joyda maksimum bor. Shungachon ushlasak bo'ladi, faqat yo'lma-yo'l safe bilan, ya'ni yo'lma-yo'l take profitlarni qo'yib ishlaymiz. Mana shu holatida. Bu fund dollardagi analiz. Endi out dollarga o'taman. Out dollardagi dailydan ko'ramiz. Out dollardikini. Bunda ham sell uchun zona shakllantirgan, hali 50% ga bormabdi. 50% ga kelsa sellga ishlatamiz. 50% dan sellga ishlatishimiz kerak. Endi 1 soatlikka qaraymiz. 1 soatlikdan zona qidirishni boshlaymiz. Hop, 1 soatlikda shu yerda engulfing bor ekan. Ya'ni sell uchun zona bor. Shu joyda bu bir marta ishlab bo'pti o'zi. Sell zonamiz bir marta ishlagan. Lekin 50% ga kelmabdi. Buni o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Xo'p. Hozirda sell zonada turibdi katta time'da, lekin kichik time'da buyga entry qilsa bo'ladigan joyi. Bunda bir martalik faqat riskovni bo'ladi. Xo'p, mana shu holatida bir marta buyga entry qilib ko'rsa bo'ladi. Ya'ni 50% gacha buyni ushlab borsak bo'ladi bir martalik. Undan keyin daily time'dan sellga sabablarni boshlaymiz. Ya'ni 50% ga kelganida, hali 50% ga bormagan hisobiga o'zidan oldingi maksimumni xo'p tana bilan yetgan ekan. Mana shu holatda shu zonadan bir martalik buyga entry qilib ko'rsa bo'ladi. Out dollar parasida bu zonagacha. Bundan keyin globalniroq razvorat kutamiz. NZD dollar parasiga o'taman. Bunda ham daily time'dan boshlaymiz analizni. Xo'p, daily time'ga qarasam, sell uchun zonada turibdi, bu ham katta time'da bergan sell zonada, lekin buni yorib o'tgan ekan. Hozirgi holatidan biza buyga entry qilishimiz kerak. Xo'p, buy zona qidirishni boshlayman. Buyga zona bor ekan. Mana shu buyga entryga zona bor. Yuqorisida ham bir marta hozirgi zona o'zi kirish tochkasi bo'lib turgan ekan. Hozirgi holatidan buyga qo'shilsak bo'ladi. Stop loss mana bu minimumda bo'ladi. Agar bu stop olsa, bunisi zonadan entry qilib ko'rsak bo'ladi yoki stop loss kattaroq qo'yishimiz kerak bungacha. Yo'q. Mana shu minimumdan biroz pastroqga qo'yaman. Take profit PDH bu take profit bu beradi. Bunda ham PDH da ham sellga qaytaruvchi zonalar shakllantirib qo'ygan. Hop, sell qaytaruvchi zonalar shakllantirgan. Mana shu holatda bu sellga qaytaruvchi zona yorib o'tadigan bo'lsa, yana teparoqqa qarab chiqishimiz kerak. Xo'p, mana
bizada bitta tochka bor. Dailyda qaytaruvchi hali ishlamagan zona. Shungacha biz ushlab boramiz. Bayda ushlab boramiz. NZD dollar parasida stop lossni aniq qo'yinglar. Mana shu bizning kirish tochkamiz. Hozirdan ham entry qilib qo'shilsa bo'ladi NZD dollarda. Endi USD chiefga o'taman. USD chief parasida daily time buni ham daily time'da bu buy zonada, ya'ni ikkita sababimiz bor buy uchun. Mana ikkita zonamiz bor ekan. Va pastida ham bir marta hali umuman ishlamagan zona bor. Hali lekin birinchi zonada turibdi, ishlatmaganman. Mana bu zonadan reaksiya olyapti bozor, o'zidan oldingi maksimumni yechmoqchi bo'lyapti. Xo'p, biza qo'shilishga sabablarni izlashimiz kerak ekan. Qaytaruvchi bo'lgan zonalarni ham belgilab qo'yaman. Birinchisi mana shu zona bo'ladi qaytaruvchi. Buni yorib o'tadigan bo'lsa, yana buy ko'rsak bo'ladi. Endi buy zona izlab qo'shilishimiz uchun mana bu joyda buyga entry qilishga sabab bergan hali ishlatmagan. Shu zonadan qo'shilsak bo'ladi. Stop lossini qo'yamiz va take profitni o'zidan oldingi maksimum. Dailyga o'tib qaraydigan bo'lsam nima bor? Dailyda zona bor ekan. Katta qaytaruvchi zona bor. Mana. Endi 1 soatlikka shuni 50% bizani take profitimiz bo'lib beradi. 50% gacha mana shu joydan entry qilamiz. Take profit mana bu 50% bo'ladi. 50% take profitimiz va mana buni maksimumi ham take profitimiz birinchi zonadan reaksiya olganida. Mana shu holatda shungacha ushlaymiz 50% gacha. Bu ham kuchli sell zona bo'lib qolgan. Shu bilan valyuta paralarida haftalik analizni boshlasanglar bo'ladi, haftalik savdolarni boshlasanglar bo'ladi. Xo'p, hammaga omad.